Assalamu alaykum qarindoshlar. Bu suhbatni takrorlashga majbur bo'ldim, ovozim yaxshi bo'lmaganligidan. Menga ba'zi talablar bo'lgan tashviqotning roli qudrati to'g'risida to'xtalishni. Bu vaqtda ikki maqola bor ekan. Biri Azodlik yo'lida izlanish majmuasining 2-jildida, yana biri 3-jildda. Ben aldı bilen 2-jildning mundarisini tanıştırıp ötüp, keyingi söhbetde Allah nasip qilsa shu maqolaning mazmunini so'zlasam to'g'riroq bo'lar deb o'yladim. Kitoblarni tanishtirish, mazmunlarni tanishtirishning zaruriyati nimadan tug'ildi, buni bu vaqtda ilgari to'xtaldimmi yo'q. Ammo shuni deyishni to'g'ri ko'rdim. Takror bo'lgan bo'lsa kechiringlar. Biri bu kitob menga nihoyatda ko'p dushman qozondirdi. Dushmanlik qilguvchilarning, bu kitobni qaralg'uvchilarning xili ko'pi bilan gaplashib vaqtim o'qib boqmaganlar. Qandaqdir birlari ularga bu kitobni yomonlagan va uningga bu qo'shilib ketgan. O'zi o'qib boqmay. Hatta bu ahvol mening oldimda yuz berdi. Mening oldimda odam tillaydi ekansiz deganlar bo'ldi. Sen qaysi kitobni o'qigan, qayerda ko'rding shu tillaganni desam, men o'qimadim, angladim deganlar menga bevosita uchradi. Endi bu yomonlikchilar balki Xitoyning ayg'oqchilari. Bizning xalqimizning siyosiy sahifasi o'sib ketmasin, davlatchilik eni o'smasin, istixborot eni o'smasin, kalavoq turaversin deganni maqsad qilgan odamlar buni yomonlagan bo'lishi mumkin. Ammo o'qiganlarning yomonliklarini ko'rmadim hozirgacha. Hatta men tanimaydigan nurg'un odamlar telefon qilib, menga email yozib, o'zining qalbini ifodaladi. Ammo o'qimaganlar tillaydi. Bu ajoyib bir xislat. Bu haqda boshqa suhbatlar to'xtalamiz, Uyg'urlarning kitob o'qishga bo'lgan o'chmanligini. Ikkinchi sabab, ba'zilar bu kitoblarda men o'tirib qo'ygan ko'zqarashlar, safsatalar yoki iddialar asosida nutq so'zlaganlar, maqola yoki yozma yozganlar bo'ldi va u yozmani o'qigan mening ba'zi tanishlarim uni go'yo yangilik o'xshash ekilib mening o'zimga so'zlab berdi. Bunday ahvollarni ko'rdim. Yani çıkış manbasi bu yer. O zanjirsimon quloqdan quloqqa, og'izdan quloqqa yo'tkilib, oxirida mening o'zimga ta'lim berishga yarayotir-da. Endi bir bandi chiqib, "Sen falon kitobda bor gapni deyapsan-ku" demayotganligining sababi kitob o'qishga bo'lgan g'ururlik. Quloqdan anglashga bo'ladi, o'zining ishini qilgach anglasa. Ammo o'qishga bo'lgan g'ururlikdan bu 10 yilning oldida chiqqan kitobda bor gap qilmavi deb uni tunimayotganligining sababi qo'lida kitob tursimi o'qib boqmagan. Endi shunlashqa uni menga yangi bir yangilik topgandek o'zimga kelib uni deb berganlar bo'ldi. Bu zaruriyatdan men bu kitoblarni altın tanishtiray deb bu suhbatlarni qilib o'tiryapmiz. Bu kitoblar, bu ikkinchi kitob, o'tganda tanishtirdim birinchi kitob va bu turkcha yozilgan kitob, Sharq Turkistonning ko'z yoshi. Bular 2007-yilning oldingi birinchi faslida nashrdan chiqqan. Buningda vaqt xarakterlik ba'zi mazmunlarning
bugungi davrga mos kelmaslik ehtimolimi yo'q emas. Chunki maqola deganning ba'zilari mangu hayotiy kuchga ega bo'ladiganlari bo'ladi. Ba'zilari zamon davr xarakterli bo'ladi va shu davrdan keyin uning o kadar roli olmaydigan. Bu ikkinchi jildda kitobga epigraf sifatida milliy shuarimiz deb shularni yozdim. Millatim Uyg'ur, dinim Islom, vatanim Sharqi Turkiston, dushmanim Xitoy. Bu bir Uyg'urning, bo'libmi chet eldagi Uyg'urning har kun, har fursatda o'zining ballarga singdirishga tegishli bir hukm bu. Buni bilish kerak bizning ballarimiz. Bilmasi bo'lmaydigan milliy shuar bu. Endi men kitobning mundarij ustida to'xtalay. Mening tarjimalim bakin, endi kirish so'z bakin. Uningdan keyingi maqola. İqtisodiy zarbidan asli maqsad siyosiy zarba. Bu maqola 2002-yilning ma'lum faslida Erkin Osiyo radiosida so'zlangan. Shu chaqda Bishkekda, Qirg'izistonda bir fojialik voqea yuz bergan. Bishkekdagi Uyg'urlar bozoridan tijoratchilarni elib mangan bir avtobus, 22 odam o'tirgan bir avtobus. Qirg'izistonning sharqidagi Narin Atbesh atroflarida bulangandan keyin avtobus bilan qo'shib ko'ydirib o'tilgan. Bu shu voqeaning fardi aqsadagi mulohazamiz. Xitoy buni Sharq Turkiston terroristleri yoki Sharq Turkiston bilginchilari qildi deb tijoratchilarla inqilobchilarning orasiga ziddiya selishni foydalandi bu ishdan. Amaliyotda bu Xitoy istixborotining o'yini edi. Shular o'rinlashtirgan, shular setib olgan krallik qotillar tarafidan elib berilgan bir hodisa. Yana bir maqola bu axloq masalasi emas, siyosiy masala. Bu maqolami shu vaqtda, o'xshash bir vaqtda bir kun, ikki kun oldi keyindir balki radioda so'zlangan Uyg'urlarning axloqiy buzilishlaridan ba'zi savollar so'ralgan mendan. Men bu savollarga javob bergan. Masalan, zaharlik chekimlikning avjib ketishi, ichkariga ketib, u yerda buzuqchilik qiladigan, o'g'irlik qiladigan ahvollar. Men bularning hammasining Xitoylar tarafidan astiribdan yo'llendirilayotgan va yeshil chiroq yoqib, g'arazlik yo'l qo'yib va yo'shurun yetaklanib, avjiga chiqarilayotganligiga doir mulohazalarni qilgan. Yana bir maqola radio kim tarafidan boshqarildi. Bu shu zamonlarda radioda ko'rilgan benormalliklarga qarata mulohaza qilib, Xitoylarning kontrolligiga tushib qolgan bo'lish ehtimolligini o'tirib qo'ygan. Tafsilotlar uchun maqolaning o'zini o'qib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Kishilar qanday ojizliklariga ko'ra josuslikka ishlaydi. Ya'ni bir davlatning josuslik organlari xalqning ichida yashaydigan har soha, har kasbdagi insonlarning ichida ba'zilarini setib olib, quloq yoki ayg'oqchi sifatida foydalanadi. Gap to'shib turadigan. Jamoatning ichidagi, xalqning ichidagi turli inkas va iddiviy holatlar doim davlatga yetib turadi. Bu yerda bu quloqlarning roli. Bu odamlar qanday bo'lib ular ishlaydi? Masalan, biz o'zimizning davlat bo'lsa deylik, o'zimizning hokimiyati bo'lsa, biz unga fidoyi bo'lib ishlasak bo'ladi, to'g'ri? O'zimizni ma'lum qilib, davlatning bexatarligi uchun quloq bo'lsak, ayg'oqchi bo'lsak bo'ladi. O'zimizning davlatda. Ammo bir dushman hokimiyatga
Devletning düşmanı, milletning düşmanı bo'lgan bir hokimiyatga yoki bir tashqi bir kuchga yoki boshqa bir davlatga quloq bo'lash. Qandoq buni vijdon ko'tardi? Bu qandoq qilib bu insonlar bu vazifani qabul qiladi? Bu haqdagi muloyiza. Barliq josuslikqa doir kitoblarda umumlashgan ba'zi formulalar bor. Bu odamlarni setib olishdiki umumlashgan bir necha forma. Buning hammasini yig'sak, insonlarning nafs shaytonga hayviranmaydigan turdan bo'lganlari nayta asalla bu josuslik organlariga setilib ular uchun quloq bo'ladi. Buning haqidagi muloyiza va tafsilotlar. Bir balası bo'lmas quyruq yatamdı taşta. Bu bir temsilden elingan mevzu. Bunun mazmununu üzerine okunlu kitaptın. Bir kısım terörçülerimiz hakkında latifeler. Bu mevzuda, okşaş mevzuda 3 makalı var bu kitapta. Birinci, ikinci, üçüncü kılıp. Bu terörçülerimiz boş tırnak içinde. Acayip epuçallık. Bu Uygurlardaki prensipsiz epuçallık. Düşman gibi kan qosaqlıqını qılıp epu qılıp yetiştek lavzılık yoritib berilgan. Terörçülerimizden Xitaylarga yeni delil təmini. Bu terörçülerimizmi qo'sh tirnoq ichida. Ya'ni qo'sh tirnoqning ma'nosi ta'addidir. Masxaradir. Uyg'urlarda diplomatchilik mijozi. Bu yerdagi diplomatchilikmi qo'sh tirnoq ichida. Buningdimi Uyg'urlardagi lamzalli diplomatchilik, munofiqlarni to'rida billa elib yuraveradigan, chek-chegarasi bo'lmagan, g'alati odamgarchiliklari va dasqanchiliklar tasvirlangan. Buni turmushimizda hammanglar ko'rib turibsizlar. Ba'zi odamlarni munofiq deymiz. Xitoy ishlaydi deymiz aqsdan. Ama bir türlü bunundan acıyanmayımız, yani billa qaynışımız, billa udasqınımız, billa tövrümüzdü bu ba. Bundan bir g'alati chek-chegaramiz olmagan, düşman qarshimiz da hozirgacha aniq olmagan g'alatiliklarimiz. Aqlliq inkas. Bu maqola ma'lum bir tashkilotning savodsizlarcha inkasi. Xalqarada Uyg'urlar haqida chiqqan bir xabar yoki bir inkas qarta inkas. Savadsızlarca inkas. Yani Uygurlarning ziyniga qilingan inkas yoki bayonot. Buningga tanqid. Xotirlash tangsizligi. Xotirlash tangsizligida Sharq Turkiston Cumhuriyetlarini xotirlashdiki, birini tilga olib, birini unutib qolishdagi g'alatilikning aslida qasdtanlik, yoshirin dushmanlikdan bo'lish ehtimolligi yoritilgan. İnsan ruhiyeti ve teşvikatının burmulaş, kaymaktırış, yeteklaş rolü. Bu, deslaptı dep ötkünümdek, bazı heveskarlarının toluk mazmunun talep qilgan maqalının birisi. İslahatçıların mediye. Bu yerdeki islahatçı degan söz qo'sh tirnoq ichida. Bu islohotchilar nimani isloh qilmoqchi edi? Shu zamonlarda 2000'ning boshlari, oldingi yillarda yeziq islohotini taklif qilgan madaniyatli Uyg'urlar, bilimdon bo'lib, chekka yetgan Uyg'urlar to'g'ri bosh ko'rsatgan. Bunda takliflar hatto ilib va loyillari bir-biriga bir qancha harflar o'xshamaydigan ilib va loyillari o'tirib qo'ygan. Agar buni ashunda ras madaniyatli Uyg'urlarning bilimdonligining samarasi desak, endi bugun Xitoylarga rahmat aytsak bo'ladigan ish chiqadi. Zaten Xitoy uni o'zgartmoqchi. Mao Zedongning bir gapi bor, dushman qarshi turgan lekin narsani biz himoya qilishimiz lozim. Dushman himoya qilgan lekin narsaga biz qarshi turishimiz lozim degan. Demak, dushman bu yezqimizga dushman bo'layotgan bu vaziyatdan
biz bu yazıqımızda mehkem esilişimiz lazımlığını düşünüşümüz bu kadar ters mi? Yana ba'zilar şu zamanda dini islahatni teklif qilgan, ya'ni xristianlikqa o'tishni. Buning Uyg'urlar uchun foydali bo'ladiganligi haqida ba'zi bulunglardan fikrlashganlar bo'lgan. Buningga reddiye. Diqqatga sazovor ishlardan biri. Buni nazardan chetda qilayotgan ba'zi muhim ishlarni eskartgan. Millatimiz oxirgi nafsini ilayotdi. Buni bir jiddiy ogohlantirishdi. Millatimiz o'limga hukm qilindi. Bu maqolalar naychon qarshiliklarga uchragan o vaqtda. Sen bu ag'zoni ushlayotsan, haqni qo'rqityotsan. Qo'rqmoq lazım. O'zining taqdiridan qo'rqishi va cho'chishi lazım bu millat. Mana endi bugun nima bo'ldi? O'limga hukm qilinganligimiz emasmi tilimizning cheklanishi? Davamiz tuyuq yo'lda. Eng chong qarshilik uchirganning birisi bu. Sharq Turkiston davosi bir davlatning davosi, siyosiy davo. Ama bizimkiler bunu kişilik hukuk, demokratiya davası seviyesiga tushirib qo'yibmi, yana bular orasidagi tarafning qanchalik cho'nligini aniqlanmasdan bizga rahbarlik qilib yurayotganligi bayon qilindi. Rabia xonimmi shu maqolaning mavzusini o'qitgan. Har holda davomuz tuyuq yo'lda debsizg'o, deb meni so'roq qilayotgandi telefon qilib. Ha, shunday dedim. Bommiz qandaqdi? deb so'ragandim men qaytirib. Ama siz bunu men chiqqandan keyin yozibsiz. Demek ki uning tushanchisida u chiqqandan keyin bu ish parlaq yo'lga tushdi, dag'dam yo'lga tushdi, to'g'ri yo'lga tushdi demiş. O'zgargandan bor bu yerda hech narsa o'zgarmadi. Shu Uyg'ur qurultiyi shu, yana uning davomi. Sharq Turkiston mustaqilligining mumkinchiligi to'g'risida ba'zilarning ümidsizlik targ'ibotchisi qalbiq kaydirishlarining aksicha mening umidim texmi konkret, texmi ilmiy asoslarga tayanganligini bu maqol nuqsonli ko'ra olasizlar. Xaritalar va buningda ya'ni Xitoyning cho'ng Xitoy, ya'ni buyuk Jungu shirin shuva. Buni ba'zilaringlar xalqaradagi ba'zi cho'ng siyosiy muloyizchilarning asarlaridan ko'rgan bo'lishinglar, o'qigan bo'lishinglar mumkin. Xitoyning cho'ng davlat shirin shuva. Buning chegarasi Uzoq Sibiriya, Mongoliya, sobiq Sovet ittifoqining sharqidagi yangi mustaqil bo'lgan barliq O'rta Osiyo davlatlari, Nepal, Burma ve şunun qatorida barliq Hindichini yarim orolidagi davlatlar ve Filippin, Tayvan bularning hammasini o'z ichiga olgan bir chegarasi bor Xitoyning. Bu shirin kishi Xitoyni mahvoladigan bir manzilga so'rab bordi. Ya'ni bu Xitoyning xotimasi bo'ldi. O'zining beshiga cho'maq yurdi, o'zining putiga palto chopadi, dushmanlari ko'paydi, bizning ittifoqdoshlarimiz ko'paydi degan gap. O zamanda biz yolg'iz olmaymiz. O'lim komediyasi. Yevropadagi ma'lum bir davlatda bir Uyg'ur o'zini o'tirib olgan chorisizlikdan siyosiy iltijosi qabul qilinmagan. Atalmış Uyg'urni azab qiladigan bu tashkilotlarning hech biri uningga sahip chiqmagan va uning iltijosi uchun yordam qilmagan, natijada o'zini o'tirib olgan. Va u o'lib bo'lgandan keyin bu tashkilotlar uningga ega chiqqan. Mana shunday bir komediya. Kichik misollardan kishilik huquq ahvolimizga nazar.
Bunun üzerine okunla. Atalmış Dünya Uygur Kurultayı'nın ismi qandaq kelgan? Bu Kurultayının ismi qayerdan kelganligi haqida qiziq bir latifa. Deganlarimga bir parcha dalilmi bor. Ya'ni bir dalil hujjatning rasmi bor. Qahramonlar chiqib chiqish to'g'risida ta'sirot. Bu Erkin Asiya radiosida berilgan bir xabarda Uygur Kurultayı'nın meşhur bayanatçısının hanımı Xitayga boradi. Uyada Xitoy istixboroti tarafidan qarshilanadi Beijingda, Urumchiga chiqadi, ta'qib qilinayotganligini o'zi so'zlaydi. Ko'chaga chiqolmay qoladi ta'qibdan. Ammo yangidan pasport ishlatib qochib chiqadi. Xitoy hukumati ishlatdi bu pasportni. Saxtlikmi, dalili bormi? Bu yana bir maqol. Sharq Turkiston mustaqillik harakati va Amerikaning tutumi. Ya'ni bu Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga Amerika zodi qanday maydon tutadi? Yordam beramdi? Yoki foydalanamdi? Yoki hech qachon yordam bermamdi? Bu Sidqaji ro'zichilarning topida Amerikaning xuddi bizni ozod qilib qo'yadigan bir vazifasi bor. Bunday shu. Xitoyning qonun tizimlari aslidagi qonunsizligi. Buni asos jihatdan hammalarning oldidan biradin misollari o'tadigan bir ish bu. Xitoylar bunday ishni qilib turadi zot. O'zi qonunni chiqaradi, o'zi qonunsizlikni qiladi. Xitoylar bilan aqlarning bosqinchilik tabiatidagi farqlar. Ya'ni tajovuzchilik, mustamlikachilik tabiatidagi farqlar. Buni ilgirimi va ya keyingi ba'zi maqolalarda takrorladim bo'lgan. Yevropaliklar butun Afrika qit'asida mustamlikachilik qildi o'tgan asrda. Sharqiy Janubiy Osiyoda mustamlikachilik qildi. Hatto ta Okeaniyagacha. Xitoylarmi mustamlikachi. Ama bunun tabiatida nurg'un farq bor. Deyli ki, Yevropaliklar mustamlik qilgan davlatlardagi qarshilik harakatlarining ichida Yevropaliklar bo'lgan. Ya'ni o'zining millatiga qarshi tashkilotlarga qatnashgan. Ya'ni haqqoniyatchi odamlar o'zining millati qilayotgan mazlum millatlarga qaratayotgan haqsizlik chidab turolmay, mazlum millatlar tarafida yer olgan. Buni İsa 139-yili Xitoyning tashviqotini qilish uchun chet el safarga chiqqan vaqtida Hindistonda ko'rdi bu ahvolni. Hindistonning shu zamondagi mustaqillik harakatiga rahbarlik qiladigan rahbarlik guruhining bir yig'iniga qatnashadi İsa. Va bu yig'indagi rahbarlik qatlamidagi odamlarning ichida inglizlarni ko'rdi. Va bunga hayron qoldim deydi İsa. O'zining davlatiga qarshi guruhning ichida inglizlar. Ya'ni bu millatningki tabiatida ma'lum haqqoniyatchilik bor. Uning uchun u o'zining millatiga qarshi turdi. Haq masalasi kelganda. Ba'zi kinolar va bu Janubiy Afrika oqlar va qarilarning munosabati tasvirlangan ba'zi kinolar bor. Birmuncha İngilizlar, Yevropalik oqlar negerlarning tarafida turganlik. Ular uchun vaqiroqlik, ular uchun so'zlaylik, ularning sepida kurash qilganlik o'zining millatiga qarshi. Ammo bundaq bir ahvolni biz butun tariximizni aqto'saqmi Xitoydan topolmaymiz. Xitoyning ajun dupuruchi ko'cha supuradigan axlat pistin tartib podshosi qicha
Oxşaşla basqınçılıq təbiəti var bir xalq. Haqqaniyet deydigan nima yo'q Xitoyning tabiatida. Yoki sizga misol keltiralsanglar, mana bir misol keltiringlarki, menda bir yaxshi Xitoy va biz tarafda turadi deydigan. Hech. Onun uchun deydigan Nobel mukofoti olgan kishilik huquqchi. Xitoylarning bu demokratiyani, kishilik huquqni tushunish uchun G'arbga 300 yil mustamlika bo'lishi lozim. Dedi. Andin mustamlika demokratiyani tushunadigan bo'ldi. Yana uningdan keyingi maqola Xitoy hukumatining Uyg'urlarni terrorchi ko'rsatish urinishlari va buning pardaqisi. Uyg'urning nasli quritiladigan bo'ldi. Bunu bir ogohlantirish tipidagi maqola. Yavi kaptar ilhomi. Ko'pchilikka ma'lum, Yavi kaptar deb bir hikoya Qashqar adabiyoti jurnalida e'lon qilingandan keyin avtori qo'lga olingan. Men bu Yavi kaptardan qanday ilhom olibman, uni o'qib baqsangiz bilasizlar. Xitoyning yana bir e'lon san'ati. Bu yerda bir Xitoyning istixborot o'yini bor. İman bilan munofiqlik bir qalbga sig'maydi. İman bilan to'shqan bir qalbga munofiqlik patmaydi aslida. Uning o'rni yo'q. Ammo bizning hayotimizda nurg'un kulkulik ishga duch kelamiz. Bir yoqdan namoz o'qiydigan, yana bir tarafdan Xitoyga ishlaydigan. Xitoyga ishlash deganda Xitoyning şirketlarda ya organlarda işleşmez. Ay yoşurun casusluq qilib ishlaydigan. Bunda munofiqlarni ko'ramiz. Bu amaliyat. Ya bu bir yandan namoz o'qiysan, bir yandan Xitoyga casusluq qilsan, buning qasiras, cho'qim bir siras. Ikki siras bo'lishi mumkin emas buni. Etka jamisidagi Sharq Turkiston bo'yicha eng cho'ng jamining xatiblaridan Aron Hacim, Cuma Xitoy deganlar ana Xitoy uchun ishlaydigan odamlar. Yana buning deklari nurg'un. Xitoyning tashviqotini qiladi. Allohning so'zini o'qiydigan munbarga chiqib Xitoyning tashviqotini qiladi. Uni oshkor qilayotgan ekan ma'qulni qo'qqa chiqib qildi deyni. Ammo yo'shurun yana josuslik qiladi bular. Bu haqda muloyiza. Buning imoni rasmi, munofiqlik rasmi. Buning cho'qim birisi ras, birisi yolg'on. Milliy o'chmanlik tabiiy tonimaydi. Bu qanday gap bu? Agar siz bir millatga o'chib olsangiz, ya'ni u sizga zulm qilgan bir millat bo'lsa, cho'qim uni o'chib olasiz. Agar sizning milliy tuyg'ungiz bo'lsa, uning ba'zilariga o'chib olib, ba'zilariga do'st bo'lolmaysiz. Bu o'chmanlik, milliy o'chmanlik tabiiy tonimaydi. Xitoylarning ichidagi matop yomon, matop yaxshi deb ariyanmay qolasiz. Gerçi bu mantiqiy jihatdan bir millatning xalqi butunlay dushman bo'lmaydi deyilsimi, nazariya jihatdan buni biz rost shunday deb qabul qilsakmi? Ammo insonda hissiyot, tuyg'u, ko'ngil degan bir nima borki, bu unimaydi shuningda. Bu bizning meylimizga bakmaydi bu. Biz onu o'ch oldukmi? Tamam, aşı hemmimiz yüzümüzge set göründük. Cimi qılık set göründü bunu. Mana endi keleylik bir adam taladı milletçilikning davranını qılıdı. Hatta bizge muallimlik qılıdı, vaziyetidir. Ama uyga verip baksanız, uyi bir Xitoyning uyidan farqlanmaydi. Bütün Xitoycha alametler. O'sna xat yozilgan yelpigishlar, Xitoyning o'sna xatlari, uyning jabdulishimi Xitoycha.
Bunu qanday tushunimizmi shuni? Nima deymizmi shuningda? İnsan moda deb bir nimani qo'g'lashidi-ku, moda qo'g'lashidi inson. Ya'ni bir isil zodining o'zi cho'ng biladigan, o'zi hurmatlaydigan birisining qilgan qiliqini ulgu qilishga, uni do'rashga, ashangdek ulashga tirishidi inson. O'zi past ko'rgan, o'zi yomon ko'rgan birisini doğramaydi inson. Yoki doğraymiz mana biz yomon ko'rib turib ashunday qiliqini o'rganamiz deb anglab. Mumkin emas. Andaqken o'yni anda qilgan qiliq e'tibori bilan butun Xitoyga taklif qilgan, hatto bisi so'zlashib qolsa Xitoycha so'zlashib ketadigan bu millatchilarni Allohga va mening ko'nglim uningga hech unamaydi. Ashuna millatchiligiga men ishonmayman. Milliy o'chmanlikning tabiiy tunumaydiganligiga men dunyodan misol keltirayapman. Ikkinchi dunyo urushi davrida Germaniya, Yaponiya, Italiya düşman davlat oldu. Devlet ve devletning hakimiyetiyle düşman bo'lib qolmay, bütün nemis xalqi, bütün Yapon millati, bütün İtalyan millati ular bilan urushayotgan davlatdagi xalqlarning nazarida düşmanga aylandi. Amerika ve Kanada'da urush oldingi sifatdan yiroq bo'lgan bu davlatlarda kishilar bu yerda yerlashib, avloddan avlodga bu yerda o'ltiraqlashib qolgan nemis millatini ko'chada avtobusda ko'rib qolsa yuziga tukuydi. Hatto ba'zi eskilari kaniga esilib tasdiq bo'lganlar bo'ldi. Yaponlarni, İtalyanlarni, nemislarni. Bu devletning fuqarosilar, Amerikaning bilan Kanadaning fuqarolari. Lekin o düşman devletniki bilan o'xshash millatning a'zosi bo'lganligi uchun ashularga nafratlendi. Ular ilk nazariyani bilmamdi, biz millatning hammasi düşman bo'lmaydi deganini biladi. Hissiyot unamaydi, ko'ngil unamaydi. U zulm selavassa yerda. Endi buning ma'vollari yaxshi deyishga ko'ngil unamaydigan. Hatta bu ikki davlatdagi hukumatlar bu millatlarni yig'ib kamplarga to'pladi. Dağ tikinliksimning ichiga elib, kuzutum oldida tutdi. Aşı o'zining davlatiga, ya'ni dushman davlatga mishada turib istixborot beradi deb ishonmadi. Mana endi bizningki kan qo'saq Uyg'urlarimizga kelsak, onun hiç o'rni yo'q ularning nazariyalarini. Deymiz ki milliy o'chmanlik tabiiy tunamaydi. Bu millatning tabiiysi yaxshi, ma tabiiysi yomon deb arayanmaydi. Milliy o'chmanlik bo'ldimi qalbingizda, uning qiliqimi, uning axloqimi, uning uslubimi hamma nimasi ko'zingizga sat ko'rinadi, uningdan nafratlanasiz. Bu ko'ngilning ishi bu. Nazariyaning ishi emas. Milliy qadriyatlarimizni qadrlayli. Bu bir maqola. Yarashimliq bir tasdiq. Hukumat tarkibi haqida ba'zi qarashlarim. Bu sargardon hukumat haqida. Hayron qolarliq esankirash. Vaqti o'tgan qalpoq. Radiodagi menisiga dog'ishchi va'g'anlar. Radioda şu zamanda bazı anlatışlar oldu ki adamını ya külüşünüzde ya yığılışınızda bilmeyiz. Mesela bir casusunu ziyaret kıldı. Operasiyada KGB işleyen bir Uygur casusunu. Bir icabi şahs ziyaret kıldı. Afganistan'da 9 yıl mı, 11 yıl mı, 19 yıl mı doğan casusluk bilen doğan. Şarkı Türkistan'a 3 kettim, 3 xil isim bilen bağın. Çokum ki o bizning menfaatimiz uchun emas, Sovet İttifaqının menfaati uchun bağın.
Maşında bir adamni ijobiy shaxs, mashhur shaxs sifatida ziyorat qildi. Bir. Ikkinchisi, Qozog'iston hukumatida Qozog'istonning Sovet ittifoqi davridagi federal hukumat federatsiya hukumatining beshida bo'lgan bir Uyg'urni heykelini tiklab, uning yo'pqini ochgan ish bo'libdi. Mustaqillikdan keyin Uyg'urlik qilayotgan hamoqatlikning birisi. O'ylab boqinglar. Sovet ittifoqi davrida o kadar yuqori amal tutgan bir Uyg'ur degan gap Sovet ittifoqining g'alchisi kommunistlarga setilgan ablah degan gap. Bizninkidagi Temur Davomat degan gap, Nur Bekri degan gap. Uning heykelini tiklagan ahmoqlik qilib, uning yupqini ochgan, murosimni qiygan ahmoqlarga lanat va buni Uyg'urlarning hayotida ko'rilgan cho'ng bir voqea sifatida anglatgan radioga lanat. Biz o zaman Temur Davomatni mi xotirlasak bo'ladi? Uning heykelini tiklayni. Nima farqi Temur Davomat bilan uning? Umu bir mustamlikchi davlat, mustamlikchi millatning g'alchiligini qilgan, yuqori amallarini tutgan bir odam. Temur Davomatmi shu? Uning uchun bu yerda dedikki, bu yaxshi yomonni ilg'i qilinmaganlik uchun menisiga dog'ishib olganlar degan sifat bilan atadik. Biz nimaga muhtoj? Davamiz nimaga muhtoj? Bu yana bir maqol. Chet ellarda milliy mavjudligimizni saqlab qolish uchun nimalarga diqqat qilishimiz kerak? Bu yana bir maqol. Tanqid va haqoratning farqi. Bu oxirgi maqola. Bu maqolada ba'zilarning tanqid paltiqasidagi axloqsizlarcha haqoratlar haqida yozilgan. Bu kitap bana en köp düşmanlık kazandırgan, hatta atalmış siyasi davasıdaki teşkilatlar mahsus toplanıp, bana kandak çare görüş, kandak kalpak giydiriş doğrusu baş koşuşkan, ama birer kalpak giydirişinin akıgı tepedağallığı düşünülüp, eğer tutturanmay kalsı çokum hemeriyana doğru bir iş. Kalpaktan vazgeçip bezirip eliş, sükut kılış karar bulundu ki. Bu kitap hatta Rabia Hanım'ın mübarek buluşlarını keltirip çıkargandı, dep öttüm bunu. Ana şu xapalık tüpeylden Sıdık Hacı'ga buyurup, tenqidi maqallarını yağdırıp etkende eğer onu maqalı deyişki bolsa. Onun bu obzor karabına cevaben Nəsirdin Efendi üslubida bir parçalı cevap yazış bilen kifayelengendim. Bu cevap mı eynek turda el kitaplar bölüküde mevcut. Kızıqsanız şu yerden görüp baksanız boludu. Köpçülükке rahmet.